Xabaringiz bor, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 20-24 sentyabr kunlari Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 80-yubiley sessiyasi tadbirlarida ishtirok etish uchun amaliy tashrif bilan Nyu-York shahrida bo'ldi. Prezidentimizning Amerika Qo'shma Shtatlariga tashrifi tom ma'noda tarixiy voqeadir. O'tkazilgan muhim rasmiy uchrashuvlar, samarali kelishuvlar, muzokaralar, davlatimiz rahbarining Birlashgan Millatlar Tashkilotining yuksak minbarida yangragan nutqi yangi O'zbekistonning xalqaro maydonda o'ziga xos pozitsiyasini namoyon etdi. Hozir ushbu tarixiy tashrif, xususan Prezidentimizning Birlashgan Millatlar Tashkilotida so'zlagan nutqi va unda ilgari surilgan tashabbuslarga bag'ishlangan maxsus hujjatli filmning ikkinchi qismini e'tiboringizga havola qilamiz. Thank you very much. It's a great honor to be with the President of Uzbekistan. Bugun bashariyat taqdiri zakovat va jasorat sohiblari, haqiqiy qutqaruvchilar zimmasida. Qarshi ol dunyo, O'zbek kelayotir. Qarshi ol, yangi O'zbekiston o'z so'zini aytishga tayyor. Bu so'z adolat haqida, tinchlik haqida, inson qadri haqida. Yangi O'zbekiston yo'li dunyo e'tirof etgan haqiqat. BMT tashkil etilganining 80 yilligiga bag'ishlangan yubiley sammiti insoniyat juda murakkab kunlarni boshdan kechirayotgan og'ir davrga to'g'ri keldi. Tarixni eslasak, aslida BMT 1945-yilda insoniyat ikkita jahon urushini boshdan kechirib, millionlab insonlarning yostig'i qurigan o'sha qora kunlardan saboq chiqarganining tom ma'nodagi tasdig'i sifatida maydonga kelgan edi. Afsuski, oradan 80 yil o'tib, o'sha saboqlar unutilib, yer yuzida yana urushlar, nizolar, hatto yer yuzini qayta bo'lib olishga goho zimdan, goho oshkora urinishlar avj olayotgan bugunning achchiq haqiqati. Bugun yer yuzi xavotirga to'la. Oqdan qorani, haqdan botilni ajratish mushkul. Xalqaro ahvol shiddat bilan o'zgarib, geosiyosiy manzara kun sayin mavhumlik kasb etmoqda. Mana shunday davrda jahon siyosiy sahnasi insoniyat uchun yangi nafas, yangi hayotbaxsh ruh olib kiradigan haqiqiy yetakchilar, yo'lboshchilarga muhtoj. Bugun dunyo Shavkat Mirziyoyevni ana shunday yetakchi, haqiqiy lider sifatida e'tirof etmoqda. Dunyoning eng nufuzli tashkiloti BMTning bosh qarorgohida butun dunyo mamlakatlaridan davlat va hukumat rahbarlari, jahon siyosatida katta nufuzga ega shaxslar jam bo'lgan. Ular yangi O'zbekiston rahbaridan insoniyat taqdiriga daxldor g'oya va ulug'vor tashabbuslarni kutmoqda. Biz bosh kotib Antonio Guterres janob olilarining eng og'ir va o'tkir global masalalarni murosa bilan hal etish uchun tashkilotimizni asosiy platforma sifatida saqlab qolishga qaratilgan sa'y-harakatlarini yuksak baholaymiz. Bu borada BMT 80 tashabbuslarini to'liq qo'llab-quvvatlaymiz. Kelajak uchun paktga qat'iy sodiqligimizni tasdiqlaymiz. Biz zamonaviy xavf-xatarlarga qarshi samarali kurashish, rivojlanayotgan davlatlarning manfaatlarini himoya qilish maqsadida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashini transformatsiya qilish va uning tarkibini kengaytirish tarafdorimiz.
turli siyosiy va iqtisodiy tebranishlar fonidagi murakkab muammolarga qaramay, prezident Shavkat Mirziyoyev boshchiligida O'zbekiston dunyoda barqaror o'sish sur'atlarini saqlab qola olayotgan davlatlar qatorida turibdi. Men bugun O'zbekiston rivojlanish yo'lida bosib o'tgan muhim bosqichlarni esladim. Ulardan biri bosh kotib janob Antonio Guterreshning O'zbekistonga tashrifi edi. Ushbu uchrashuv tarixiy va betakror shahar Samarqandda 2017-yil iyun oyida bo'lib o'tdi. O'shanda janob prezident Shavkat Mirziyoyev o'zining mamlakatni tubdan yangilash va isloh qilish yo'lidagi asosiy dastur va rejalarni janob bosh kotibga taqdim etgan edi. Oradan yillar o'tib ular yana uchrashishdi. Bu safar tashrif poytaxt Toshkentda o'tdi. Bosh kotib O'zbekistonda amalga oshirilgan o'zgarishlarni o'z ko'zi bilan ko'rib, ularni yuqori baholadi. Shu bilan birga Markaziy Osiyo davlatlari o'zaro yaqin hamkorlik yo'liga kirganiga ham guvoh bo'ldik. Prezident Shavkat Mirziyoyev bu jarayonda hal qiluvchi o'rin tutdi. Buni Xo'jandda joriy yilda bo'lib o'tgan tarixiy uchrashuv yaqqol isbotladi. Unda O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikiston prezidentlari uchrashib, uzoq yillar davomida yechimini topmagan chegara masalasini hal qilishga erishdilar. Agar siyosiy iroda va kelajak haqida aniq tasavvur mavjud bo'lsa, nafaqat mintaqaviy, balki global miqyosdagi muammolar ham hal etilishi mumkinligini bu uchrashuv yana bir bor ko'rsatdi. Excellent, as always. I always enjoy meeting President Mirziyoyev. Men har doim prezident Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashishdan mamnun bo'laman. U yillar davomida mamlakatni boshqarishda ulkan natijalarga erishdi. Biz hamisha O'zbekistonning yutuqlaridan xursand bo'lamiz. O'zbekiston iqtisodiyoti jahon miqyosida 3.1% o'sish fonida 6.8% sur'at bilan taraqqiyotga erishmoqda. Bu juda katta ko'rsatkichdir. O'zbekistonda inflyatsiya pasayapti. Bu ayniqsa aholining kam ta'minlangan qatlamlari uchun muhim. Shu bilan birga kambag'allik darajalari ham yil sayin kamaymoqda. Biz O'zbekiston yetakchisi bilan mamlakatdagi islohotlarning kelgusi bosqichlarini muhokama qildik. Tez o'zgarayotgan dunyoda O'zbekiston ham bir joyda turib qolayotgani yo'q. Xususan, moliyaviy ko'rsatkichlar, soliq islohotlari, tadbirkorlik hamda xususiy sektor taraqqiyoti uchun kengroq sharoit yaratish masalalarida hamkorligimiz davom etadi. Biz mamlakat iqtisodiyotining kelajagi uchun muhim yo'nalishlarda salohiyatni rivojlantirishni qo'llab-quvvatlayapmiz. Shuni mamnuniyat bilan qayd etamizki, biz O'zbekiston bilan mustahkam siyosiy hamkorlikka egamiz. O'zbekiston prezidentining nutqida Birlashgan Millatlar Tashkiloti qadriyatlari va tamoyillariga to'la mos keladigan jahon hamjamiyati uchun dolzarb bir qator muhim tashabbuslar ilgari surildi. Bu tashabbuslar xalqaro hamkorlik va o'zaro ishonch asosida global muammolarni hal etishga qaratilgan bo'lib, aynan shu yo'nalish BMTning asosiy missiyasi bilan uyg'unligini biz yuksak qadrlaymiz va doim qo'llab-quvvatlaymiz. Biz har doim davlat rahbarining minbardagi chiqishlarini atroflicha yoritishni o'z oldimizga muhim vazifa qilib qo'yganmiz. Xususan, O'zbekiston prezidentining mazkur nutqi ham chuqur tahlil qilinadi. Unda ilgari surilgan g'oya va tashabbuslar keng qamrab olinadigan maxsus tahliliy maqola tayyorlanadi. Ma'lumki, O'zbekiston o'zining yangi tarixida nafaqat mintaqaviy, balki global darajada ham xalqaro ahamiyatga ega bir qator rezolyutsiyalar va tashabbuslarni ilgari surib kelmoqda. Bu mamlakat rahbariyatining zamonaviy geosiyosiy jarayonlar va global tahdidlarga munosabat bildirib, ularni hal etishda faol ishtirok etayotganining yorqin ifodasidir. 2025-yil 23-sentyabr. Tarixiy sana. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 80-yubiley sessiyasi umum siyosiy munozaralarining birinchi kunida so'zga chiqqan dunyo yetakchilari qatorida yuksak minbarga ko'tarildi. The Assembly will hear an address by His Excellency Shavkat Mirziyoyev, President of the Republic of Uzbekistan. Hurmatli rais xonimlari, hurmatli bosh kotib janoblari, delegatsiya rahbarlari, xonimlar va janoblar. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining yubiley anjumani 80-sessiyasi bilan sizlarni qutlashdan mamnunman. Shavkat Mirziyoyevning nutqi shiddat bilan o'zgarayotgan murakkab global vaziyatda jahon uzra bamisoli ogohlik qo'ng'irog'i bo'lib yangradi. Butun insoniyatni BMT faoliyati,
va uning kelajagiga yangicha yondashuvlar bilan qarashga chorladi. Bu tarixiy nutq qaltis zamonda BMTning taqdiri borasida bahs-munozaralar, tortishuvlar avj olgan bir pallada g'oyat prinsipial ahamiyatga ega bo'ldi. Assambleyaning 80-sessiyasining birinchi kunida O'zbekiston Respublikasi prezidenti muhtaram Shavkat Mirziyoyev ham tom ma'noda aytamanki, tarixiy chiqish bilan ma'ruza qildilar. Aytish kerakki, bu prezidentimizni so'nggi 8 yilda Birlashgan Millatlar Tashkilotining oliy minbaridan 5-marotaba nutq so'zlashlaridir. Mana shu 5 ta agar o'tgan ma'ruzalarni, chiqishlarini aytsangiz, shunda birinchi marotaba qarang, Imom Buxoriy hazratlarining nomi jarangladi. Birinchi marotaba o'zbek tili bosh assambleya minbaridan jarangladi. Va qarang, men 5-chiqishlarni ham qo'shganda, mana shu 5 marotaba chiqdi, 50 dan ortiq mintaqaviy, global, mintaqalar aro tashabbuslar bilan chiqdilar. Agar birinchi chiqishlarda ko'proq shu yangi O'zbekistonni jahon hamjamiyatiga tanitish, yangi O'zbekistonning olib turgan maqsadlar va O'zbekistonning o'zining xalqaro majburiyatlariga sadoqatligini ko'rsatish bo'lgan bo'lsa, undan keyingi chiqishlarda, ayniqsa mana shu so'nggi 80-sessiyada mening hisobim bo'yicha prezidentimiz 13 ta aniq tashabbuslar bilan chiqdilar. Mana shu sessiyaning eng muhim ahamiyati Birlashgan Millatlar Tashkiloti ertaga qanday bo'lishligi kerak degan masalaga qaratildi va prezidentimiz bu yerda aytdilarki, Birlashgan Millatlar Tashkiloti qanday bo'lishi to'g'risidagi o'zlarining fikrlarini bildirdilar. Bitta misol, masalan, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Xavfsizlik kengashi chuqur islohotlarga muhtoj degan fikrni aytdilar. Bunday qarasangiz, mantiqni qarangda, agar Birlashgan Millatlar Tashkiloti tashkil topganda o'shanda 51 ta a'zosi bo'lgan 1945-yil. Hozir esa 193 ta. Lekin Xavfsizlik kengashi hali o'sha 5 ta doimiy va 10 ta muvaqqat a'zolardan iborat. Xavfsizlik kengashining tarkibida birorta Afrika qit'asining vakili yo'q. Janubiy Afrikaning vakili yo'q. Hozirgi kundagi Birlashgan Millatlar Tashkilotining oldida turgan, masalan, salkam 3 dan 2 masalalar Birlashgan Millatlar Tashkiloti ko'rayotgan masalalar Afrikaga taalluqli, lekin Afrika vakili yo'q. Demak, bu bitta misolni keltiryapman. Mana shu misol shuni ko'rsatadiki, demak, islohot kerak Xavfsizlik kengashidan tortib, chunki Birlashgan Millatlar Tashkiloti butun dunyo davlatlarining, butun dunyo xalqlarining minbari. Har doimgidek O'zbekiston o'z so'zini, prinsipial pozitsiyasini aniq va lo'nda qilib aytdi. Prezidentimiz nutqini diqqat bilan tinglar ekanmiz, beixtiyor qalbimizni iftixor va mas'uliyat hissi chulg'ab oladi. Chunki bu nutqda nafaqat yurtimiz, balki butun mintaqamizning istiqboli, global taraqqiyot yo'lidagi ustuvor maqsadlar va umumbashariy hamjihatlik g'oyalari o'z ifodasini topdi. BMT Xavfsizlik kengashini isloh qilish masalasida ham O'zbekiston prezidenti o'z pozitsiyasini aniq va ravshan aytdi. Bu masalani Yaponiya ham ilgari surayotganini hisobga olsak, prezident Mirziyoyevning qat'iy pozitsiyasi ayniqsa ta'sirotli bo'ldi va men bundan juda ta'sirlandim. Shaxsan men prezident Mirziyoyevning chinakamiga ulkan yetakchi sifatida his qildim. Men O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning xorijiy tashriflarini doimiy ravishda kuzatib boraman. U o'z chiqishlarida xalqaro kun tartibi, mintaqaviy hamkorlik kabi qator muhim masalalarga to'xtalib o'tadi. Shu bilan birga ayrim dolzarb muammolarni hal etish bo'yicha samarali mexanizmlarni taklif etadi. Alohida ta'kidlash joizki, O'zbekiston rahbarining Birlashgan Millatlar Tashkilotining ayrim institutlarini transformatsiya qilish haqidagi taklifi muhim va o'z vaqtida bildirilgan tashabbus hisoblanadi. Bu masalaning hal etilishi tashkilotning zamonaviy xatar va tahdidlarga qarshi samarali kurashish imkoniyatlarini kengaytiradi. Davlat rahbari o'z nutqida O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar haqida batafsil to'xtalib o'tdi. Yangi O'zbekiston siyosatining doirasida demokratiya, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlat barpo etish yo'lidagi ishlar izchil davom ettirilmoqda. Öncelikle Sayın Mirziyoyev Birleşmiş Milletler'deki
Prezident nutqi uchun tabrik bildirishimiz kerak. Chunki nutqning mazmuniga e'tibor qaratilsa, unda metodologik, tizimli, yaxlit, bunyodkor va muammolarga yechim izlashga qaratilgan bir yondashuvni ko'rdik. Va hali umid bor dedi janob Mirziyoyev. Agar Birlashgan Millatlar Tashkiloti chuqur islohotlarga tortilsa, yana bir bor umid manzili bo'lishi mumkin. Va bu yo'lda O'zbekiston barcha sa'y harakatlarni safarbar etishga tayyor. Shunday qilib, janob Mirziyoyevning nutqlariga nazar tashlaganimizda, unda buyuk bir sivilizatsiya merosi va shu asosda kuchli davlat qarashining Birlashgan Millatlar Tashkiloti minbarida namoyon bo'lganini ko'rdik. Va u yerda janob Mirziyoyev faqat so'z bilan emas, balki mahalliydan mintaqaviyga, global miqyosga qadar amaliy ishlari va takliflari bilan ham chiqish qilganiga guvoh bo'ldik. Prezidentimizni takliflarining ichida eng muhimlardan bittasi mana shu Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashini faoliyatini kuchaytirish kerak. Kerak bo'lsa a'zolar sonini oshirish kerak va albatta uning qabul qilgan rezolyutsiyalari a'zo davlatlarning hammasi shuni ijro etish kerak, inobatga olish kerak. Bu holatda yashayversak, dunyo siyosati, xalqaro huquq normalari parchalanib ketadi. Shunday bo'lmoqda ham buni albatta inobatga olish kerak. BMTning teng huquqli va to'laqonli a'zosi sifatida O'zbekiston tenglik, hamkorlik, ko'p tomonlamalik va xalqaro siyosiy tizimni himoya qilish prinsiplariga so'zsiz rioya etishini ko'rsatmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi bilan o'tkazilgan uchrashuvda ham janob Mirziyoyev nutqidan so'ng bosh kotibning uni tabriklaganini ko'rdik. Shu munosabat bilan O'zbekistonning bundan keyingi jarayonda BMT doirasida yanada faolroq ishtirok etishi, masalan, BMTning iqtisodiy va ijtimoiy kengashi, inson huquqlari bo'yicha tuzilmalarida, hatto terrorizmga qarshi kurash bo'yicha tashabbuslarda o'zi bilan va tajribalarni baham ko'rishga tayyor ekanini ochiq oydin ifodalaydi. Xulosa qilib aytganda, bugun biz so'zdagina emas, amaliyotda ham mahalliydan mintaqaviyga, mintaqaviydan globalga tez sur'atlar bilan ko'tarilayotgan bir O'zbekistonni ko'ryapmiz. Va bu jarayonning me'mori, yangi O'zbekistonning renesansini boshlab bergan muhtaram prezident Shavkat Mirziyoyevdir. Shu munosabat bilan yana bir bor samimiy minnatdorligimni bildirgan holda o'z tashakkurimni izhor etaman. O'zbekiston prezidenti bunga qadar 2017-yilda BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida, 2020-yilda video konferensiya shaklida tashkil etilgan 75-yubiley sessiyasida, 2021-yilda Bosh Assambleyaning 76-sessiyasida va 2023-yilda 78-sessiyada nutq so'zlagan. Ushbu sessiyalarda davlatimiz rahbari xalqaro va mintaqaviy xavfsizlikni mustahkamlash, huquqlarni himoya qilish va boshqa sohalardagi 40 dan ortiq xalqaro tashabbusni ilgari surdi. BMTning fuqarosizlikni bartaraf etish bo'yicha tavsiyalariga muvofiq tarixiy yutuqlarga erishildi. 1991-yildan 2016-yilgacha bor yo'g'i 482 kishi O'zbekiston fuqaroligini olgan bo'lsa, 2017-yildan 2024-yilgacha 80 mingdan ortiq kishi O'zbekiston fuqaroligiga ega bo'ldi. Bu mamlakatimizdagi insonparvar siyosiy jamiyatning hamma qatlamini qamrab olish va inson qadr-qimmatini tom ma'noda hurmat qilishga qaratilganini yaqqol namoyon etadi. Bunchalik faollikni men Birlashgan Millatlar Tashkilotining 80 yillik faoliyatida kuzatmagan edim. Yoki yana bitta raqam, 13 ta rezolyutsiya qabul qilindi prezidentimiz tashabbusi bilan. Haqiqatan ham 80 yillik men Birlashgan Millatlar Tashkilotining faoliyatini o'rganda, birorta bir davlat rahbarining tashabbusi bilan shunday qisqa muddat ichida shuncha miqdordagi rezolyutsiya qabul qilinmagan ekan. Nima uchun qabul qilinyapti desangiz, demak, mana shu tashabbuslarning hozirgi kun talablariga javob berishligi, uning dolzarbligi va bu ham mintaqa ham global darajadagi masalalarni hal qilishga yo'naltirilganligi bilan ajratiladi. Mamlakatimiz BMTning barqaror rivojlanish maqsadlari global indeksi bo'yicha eng ilg'or 5 davlat qatoriga kirdi. So'nggi yillarda BMT bilan O'zbekiston hamkorligi bemisl darajaga ko'tarilib, 160 ta qo'shma dastur va loyiha muvaffaqiyatli amalga oshirilmoqda. Joriy yilning o'zida tashkilotning asosiy tuzilma va institutlari, jumladan BMT Habitat va UNICEF rahbarlari O'zbekistonga tashrif buyurdi.
Toshkentda BMT ayollar tuzilmasi vakolatxonasi ochildi. Global darajada e'tirof etilayotganidek, O'zbekiston nafaqat butun insoniyat taqdiriga daxldor ilg'or tashabbus va g'oyalarni ilgari suruvchi davlat, balki o'zi taklif etgan tashabbuslarni izchil amalga oshiradigan, sodda qilib aytganda, amaliy ish ko'rsatadigan davlat sifatida katta obro' qozondi. Bu birgina keyingi 7-8 yilda O'zbekiston tashabbusi bilan BMT Bosh Assambleyasining 13 ta rezolyutsiyasi qabul qilinganida ham namoyon bo'ldi. Qisqa muddatda Markaziy Osiyoda tinchlik, barqarorlik va barqaror taraqqiyotni ta'minlash bo'yicha mintaqaviy va xalqaro hamkorlikni mustahkamlash, ma'rifat va diniy bag'rikenglik, barqaror turizm va Markaziy Osiyoda barqaror taraqqiyot, Orol bo'yi mintaqasini ekologik innovatsiyalar va texnologiyalar zonasi deb e'lon qilish rezolyutsiyalari qabul qilingani fikrimizni tasdiqlaydi. 2025-yilning o'zida mamlakatimiz Bosh Assambleyaning 79-sessiyasi doirasida qabul qilingan 3 ta rezolyutsiyaning tashabbuskori va hammuallifi bo'ldi. Yangi O'zbekiston faol ravishda BMTning organlariga o'z nomzodini ilgari surmoqda. So'nggi yillarda mamlakatimiz BMTning inson huquqlari bo'yicha kengashi, UNESCOning nomoddiy madaniy merosni muhofaza qilish bo'yicha hukumatlararo qo'mitasi, iqtisodiy va ijtimoiy kengashning rivojlanish maqsadlarida fan va texnologiyalar masalalari bo'yicha komissiyasi, Xalqaro mehnat tashkilotining ma'muriy kengashi, BMT inson huquqlari qo'mitasi, BMT statistika komissiyasi tarkibiga saylandi. Ochig'i 10 yillar avval O'zbekiston shunday nufuzli qo'mita-yu kengashlarga saylanadi desa, har qanday odam miyig'ida kulib qo'yardi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining 80 yillik yubiley sessiyasidagi shu katta bir minbardan chiqib gapirgan gaplarini eshitib o'sha yerdagi qatnashgan mamlakatlar rahbarlari ham, odamlar ham joyidan turib qarsak urdi. Chunki bu kishi o'zimizni davlatimizni ham, O'zbek davlatini, uni millatini, O'zbekni kim ekanlik tarixini ham gapirib berdi, aytib berdi. Hozirgi paytda shu xalq, shu davlat tinchlik siyosati, barqarorlikka, hamjihatlikka, barcha xalqlar bilan, barcha mamlakatlar bilan oqilona yashash, tinchlikda ular bilan hamkorlikda yashash masalasini qo'ydi. Bu masalada ham ular tan oldi. Buni tan olganligini men bitta narsani aytaman. Shu men kuzatib turdim. Shu ko'rishgan rahbarlar, tadbirkorlarda rahbari bo'ladimi, davlatlar rahbari bo'ladimi? Shu ko'rishyapti, hammasi jon dildan, samimiyat bilan ko'rishyapti. Qo'yil qolganda, haqiqatda shunday. Haqiqatda siz shunaqa ishlarni qilyapsiz deganday qilib ko'rishyapti. Bu xalqimiz hammasini ko'rib turibdi. Biz bundan men masalan xursand bo'laman shularni ko'rib. Mana lider, mana xalqni xalqparvar odam, mana xalqni har qanaqa og'ib turgan joydan to'g'ri haligi yo'lga darg'a bo'lib boshqarish bu hazilakam emas. O'zbekiston prezidentining uzoqni ko'ra biladigan, islohotchi rahbar ekanligi BMT Bosh Assambleyasining 80-yubiley sessiyasida ham yaqqol namoyon bo'ldi. Davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilgan tashabbuslar dolzarbligi bilan sessiya ishtirokchilari va dunyo ahlining e'tiborini tortdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev yangi O'zbekiston g'oyasi ro'yobga chiqayotganini xalqaro maydonda mukammal va ta'sirli tarzda taqdim etdi. Biz barqaror rivojlanish maqsadlariga xomahang holda demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy yangi O'zbekistonni barpo etish siyosatini olib bormoqdamiz. Ortga qaytmas islohotlarimizning izchil davom ettiryapmiz. Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining yangi prognoziga ko'ra, 2025-yilda O'zbekiston yalpi ichki mahsuloti 6.7% ga, 26-yilda esa 6% ga o'sishi kutilmoqda. Bunday jadal iqtisodiy o'sish avvalo oddiy insonlar hayotida, ro'zg'orida aks etmoqda. O'zbekistonda kambag'allik darajasi atigi 4-5 yil ichida 35% dan 6.6% gacha qisqardi.
Bu inson farovonligini davlat siyosati markaziga qo'yishning ochiq va ravshan ifodasidir. Darvoqe, kambag'allik haqida bu so'z ko'p yillar rasmiy islohdan, hatto matbuot leksikonidan ham tushib qolgandi. Shavkat Mirziyoyev butun dunyoda bo'lgani kabi O'zbekistonda ham bu o'tkir muammo borligini mardona tan oldi va uni kamaytirish uchun keng ko'lamli amaliy ishlarga kirishdi. So'nggi yillarda O'zbekistonda kambag'allik darajasini 35% dan 6.6% gacha qisqartirishga erishdik. Bunga avvalo ta'lim va ilm-fan sohasini o'zgartirish, innovatsion tarmoqlar va texnologik sanoat korxonalarini barpo etish, yashil energetika va transport infratuzilmasini modernizatsiya qilish, kichik biznesni har tomonlama rivojlantirish va natijada millionlab ish o'rinlarini yaratish orqali erishmoqdamiz. Yaqinda Namangan shahrida o'tkazilgan kambag'allikdan farovonlik sari xalqaro forumida ishtirok etgan 30 dan ortiq nufuzli tashkilot vakillari va 200 ga yaqin xalqaro ekspertlar O'zbekistonda izchil islohotlar tufayli 705 million aholi kambag'allikdan chiqarilib, kambag'allik darajasi 2024-yilda 8.9% ga tushirilganiga guvoh bo'ldi. Yil yakunigacha uni 6% gacha kamaytirish maqsadiga erishilishiga ishonch hosil qildi. Holbuki 2025-yildan buyon global iqtisodiy o'sish sur'ati o'rtacha 3% ni tashkil etib, oldingi 10 yillikka nisbatan sekinlashdi. Oqibatda, agar 5 yil oldin dunyoda 650 million aholi kambag'allikda yashagan bo'lsa, bugun ularning soni 800 milliondan oshdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev janobi oliylarning Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 80-sessiyasidagi nutqi ushbu yig'ilishning yorqin voqealaridan biri bo'ldi. Uning chiqishi chuqur ta'sirot qoldirib, mamlakatning kelajakdagi strategik yo'nalishi va uning jahon jarayonlaridagi o'rnini namoyon etdi. Prezident O'zbekistonning barqaror rivojlanish, ijtimoiy siyosat va mintaqaviy integratsiya sohalaridagi ustuvor yo'nalishlarni aniq bayon qildi. U qashshoqlik darajasini pasaytirish, ta'lim va sog'liqni saqlash tizimini rivojlantirish, kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash hamda innovatsion tarmoqlarni faol rivojlantirish borasidagi O'zbekistonda erishilgan amaliy yutuqlarni alohida ta'kidladi. Bu natijalar uzoq muddatli barqaror o'sish uchun mustahkam zamin yaratadi. Bunday qarasak, raqamlarning ham tili, zaboni bor. Ular ro'y rost so'zlaydi. Aslida har bir raqam ortida, ayniqsa o'sishga oid raqamlar zamirida qanchadan qancha mehnat, nechog'li zahmat, g'oya va harakatlar yotibdi. Masalan, maktabgacha ta'lim qamrovini olaylik. 8 yilda 27% dan 78% ga o'sdi. Bu kichkina raqam emas. Uning zamirida davlat rahbarining kelajak haqidagi qayg'usi, qat'iyati va yaratilgan mukammal infratuzilma yotibdi. Mamlakatimizda maktabgacha ta'lim qamrovi 27% dan 78% ga oshdi. Yoshlarimizni oliy ta'lim bilan qamrovi esa 9% dan 42% ga yetdi. O'qituvchi va ustozlik kasbining obro'si va nufuzini keskin oshirishga hal qiluvchi masala sifatida qaramoqdamiz. Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi nutqlardan tashqari Nyu-Yorkda juda ko'p Amerikaning siyosatchilari, konsern kompaniyalarining rahbarlari bilan uchrashdilar prezidentimiz. Ular bizning prezidentimizning faoliyatini shu qadar yuksak baholadiki, Amerikadagi yuksak darajadagi shaxslar endi siyosat, iqtisodiyot egalari va bu shunday bir paytda O'zbekiston taraqqiyotining shunday bir bosqichiga kirdiki, shoshib qolamiz. Bu taraqqiyotga fuqaro mos bo'lish kerak. Endi ilmi yo'q, yetarli salohiyatga ega bo'lmagan, zamon talab qiladigan kasb hunarining egasi bo'lmagan kishi kambag'al bo'lib qoladi. Oliy ma'lumotli odamlar ko'proq bo'lishi kerak-da. Hozir 42% deganimiz shu yil maktab, kollej, litseyni bitirganlarning 100 tadan 42 tasi oliy ta'lim muassasasiga kirdi. Xususiy oliy ta'limga keng yo'l ochildi. Kechagina O'zbekistonda 70 atrofida oliy ta'lim muassasasi bor edi. Bugun xususiylarning o'zi 70 atrofida. Va O'zbekistonda 200 dan oshdi oliy ta'lim muassasalari va tashkilotlari. 3 dan biri xususiy, nodavlat. Endi
davlat oliy ta'lim muassasalarining kvotasi ko'paytirildi. Insonni ilmini oshirishga, olimlarni ko'paytirishga qiziqtirish mamlakatning asosiy bir tendensiyasi, tamoyiliga aylandi. Keyingi 8 yilda oliy ta'lim qamrovining o'sish ko'rsatkichi 5 barobardan ortdi. Ya'ni 9% dan 42% ga yetdi. Tasavvur qiling, ilgari 100 nafar bitiruvchidan 9 nafari oliy ta'lim muassasasiga o'qishga kira olardi xolos. Endi esa 100 tadan 42 nafari yoki salkam yarmi oliy ma'lumotli bo'lish imkoniga ega bo'ldi. O'zbekistondagi har bir kam ta'minlangan oilalar, ayniqsa xotin-qizlar orasidan kamida bir nafar oliy ma'lumotli bo'lishi uchun sharoit yaratilyapti. Jamiyatimizda oliy ma'lumotli yigit-qizlar qancha ko'paysa, shuncha yaxshi. Boisi taraqqiyot malakali, ma'rifatli kadrlarga bog'liq. Men Saudiya Arabistonidagi Suv va energiya akademiyasida faoliyat yuritaman. Yurtingizdagi Shirin energetika texnikum o'qituvchilari bilan 2 oy davomida birgalikda ishlashim rejalashtirilgan. Ishonamanki, bu hamkorlik o'qituvchilarning malakasini oshirishga va natijada ta'lim sifatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ma'lumki, ayrim mamlakatlar hali ham yoshli energiya imkoniyatlarini to'liq anglab yetmagan bir paytda O'zbekistonda bu yo'nalishda mutaxassislar tayyorlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu soha uchun mazkur ta'lim dasturi ishlab chiqilgani ham alohida e'tiborga loyiq. Quyosh panellari, shamol turbinalari va boshqa muqobil energiya manbalarini o'rnatish bu maqsadlarning faqat bir qismi xolos. Ammo kelgusida ulardan kim foydalanadi, kim xizmat ko'rsatadi va ta'mirlaydi degan muhim savol ham bor. Prezident Shavkat Mirziyoyevning aynan shu masalaga katta e'tibor qaratgani quvonarli holdir. Uning BMTdagi nutqi davomida yoshli energiya bo'yicha aytgan takliflari juda o'rinli bo'ldi. Ayniqsa professional ta'lim jarayonining bir qismi sifatida energetika sohasini qamrab olishi o'ta muhim ahamiyatga ega. Eng asosiysi o'qituvchi va ustozlik kasbining obro'si va nufuzini keskin oshirishga hal qiluvchi masala sifatida qaramoqdamiz. Ilgari BMT minbaridan turib biror siyosiy arbob o'qituvchining obro'si va nufuzini oshirish haqida gapirganmikin? Shu ma'noda bugun butun insoniyatni tashvishga solayotgan muammolarning asl negizi ta'limda. Muammolarning yechimi insoniyatni qutqaradigan o'sha nuqta va tirgak o'qituvchi murabbiylarning qo'lida emasmi? Prezidentimiz pedagoglik kasbining obro'si bu borada bizning O'zbekistonda qanday ishlar amalga oshirilyapti, shular to'g'risida gapirib, Birlashgan Millatlar Tashkilotiga o'z takliflarini bildirdilar. O'qituvchilarning o'zaro bilim va tajribalarini almashish uchun yagona xalqaro platforma kerak. Mana shu platformani O'zbekistonda professional ta'lim tizimida amalga oshirsak juda yaxshi bo'lar edi degan taklifni berdilar. Mana shuning uchun biz bundan juda ham faxrlandik. Prezidentimizning Birlashgan Millatlar Tashkilotida yoshlar bilan uchrashuvini men barcha o'quvchilarimni yig'ib, zalda katta bir tantana bayram qildik va shuni yana qayta tingladik shu so'zlarni va o'quvchilarim ham shu daraja faxrlandi. Prezidentimizning oliy minbarda turib aytgan so'zlarini qalblarimizga muhrlab oldik. Yer yuzida davlatlar o'rtasida o'zaro ishonchga putur yetib, odamzod to'z to'polonlar girdobida qolayotgan bir sharoitda Prezident Shavkat Mirziyoyev global muammolarning yechimi aslida qayerda ekanini bir nozik ishora bilan ko'rsatib berdi. Najot ta'limda, najot tarbiyada, najot bilimda. Ha, dunyoni ilm-fan qutqaradi. UNESCO ma'lumotlariga ko'ra, 2030-yilga qadar xalqaro hamjamiyatda 44 millionga yaqin yangi o'qituvchiga ehtiyoj vujudga kelishi kutilyapti. Prezident Shavkat Mirziyoyev esa nafaqat davlat rahbari, balki ilm-fan fidoyisi sifatida ma'rifat chirog'ini olamni yorituvchi, insoniyatni munavvarlikka yetaklovchi mash'al sifatida mahkam tutgan. BMT minbarida ilgari surgan ushbu tashabbusi bilan bu haqiqatni yana bir bor isbotladi. Pedagoglarning o'zaro tajriba va bilim almashish uchun yagona xalqaro platformani yaratish maqsadida O'zbekistonda butun jahon professional ta'lim sammitini o'tkazishni taklif etamiz. Davlatimiz rahbarining ushbu tashabbusi bevosita BMTning barqaror rivojlanish maqsadlariga hamohangligi bilan tarixiy ahamiyat kasb etdi. O'zbekiston bunday yirik sammit mezbonligini shunchaki qiziqish tufayli taklif qilayotgani yo'q. Yangi O'zbekistonda ta'lim tarbiya hayot-mamot masalasiga aylangan. Keyingi 7 yilda maktabgacha va maktab ta'limi uchun mablag' 7 karra oshirildi. Joriy yilda
60 trillion so'm ajratildi. Malaka, til bilish, yangi baholash tizimi, fan olimpiadalari kabi mezonlar bo'yicha o'qituvchilarga 10 dan ortiq ustama joriy qilindi. Bundan samarali foydalangan 60 ming o'qituvchi hozirda 8-12 million so'm maosh olmoqda. Bog'cha tarbiyachilari oyligi 65% ga oshib, maktab o'qituvchilari maoshiga tenglashdi. Yer yuzida har yili 300 ming bolada onkologik va gematologik xastalik tashxisi aniqlanadi. Bu kasallik bolalar o'limiga sabab bo'lish bo'yicha 2-o'rinda turadi. Davlatimiz rahbarining BMT bosh qarorgohida ilgari surgan taklifi esa shu jihatdan sessiya ishtirokchilariga manzur bo'ldi. Barchaga birdek taalluqli tashabbus sifatida qabul qilindi. Ertaga Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh qarorgohida tashabbusimiz bilan bolalar saratoni va boshqa og'ir kasalliklarga qarshi kurashga bag'ishlangan yuqori darajadagi tadbir o'tkaziladi. Unga barcha xorijiy hamkorlarimizni taklif etamiz. Bu tashabbus tasodifan yoki shunchaki taklif qilinayotgani yo'q. Mazkur og'riqli masala bo'yicha ko'p yillardan buyon O'zbekistonda tizimli chora-tadbirlar amalga oshirib kelinyapti. Va bu muammo faqatgina O'zbekistonga tegishli emas. Millati, tili va e'tiqodidan qat'iy nazar dunyo ahliga daxldor bo'lgan o'tkir masaladir. Tashabbuslar birlashgan joyda muammolar chekinadi. Davlatimiz rahbari jondan aziz farzandlarimizga chang solayotgan bu dard bilan birgalikda kurashishni taklif qilyapti. Ushbu kasalliklarni erta aniqlash va unga qarshi samarali kurashda yangitdan barpo etilgan Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi yana bir muhim qadam bo'ldi. Bunday minbardan bu tashabbusni ham chiqish uchun O'zbekiston o'zini shu kungacha bir necha muhim siyosiy qadamlarni tashlab bo'lgan edi. Davlatimiz rahbari O'zbekistonda bolalar saratoni kattalar saratonidan alohida ajralishi to'g'risida qarorlarni qabul qildilar. Bu juda muhim qaror, chunki bolalar saratonini diagnostikasi, davolanishi, uni umuman fandagi yo'nalishlari umuman kattalar saratonidan tubdan farq qiladi. Davlatimiz rahbari buni juda aniqlik bilan va o'z vaqtida alohida ajralib chiqishini va o'zlari, agar esingizda bo'lsa, bolalar onkologiyasi va bolalar gematologiyasi bo'limlariga ular unda alohida edi, borib bolalar bilan suhbatlashganlaridan keyin alohida bino ajratish, alohida harakatlar qilish kerakligi to'g'risida topshiriqlarni berdilar va O'zbekistonda yangi tizim bolalar onkologiyasi, gematologiyasi va immunologiyasi degan markaz ochildi. Ana shu qilingan katta harakatlar bilan davlatimiz rahbari nufuzli minbardan butun dunyo hamjamiyatini O'zbekiston bolalar saratoniga ana shunday munosabatda bo'lyapti degan muhim chaqiriqlarni aytdilar. Bu o'sha Birlashgan Millatlar Tashkilotining bosh kotibi tomonidan alohida e'tirof etildi. Bu chaqiriq, bu voqea O'zbekiston tarixida birinchi marta bo'lyapti. Davlatimiz rahbarini nafaqat umumsiyosiy masalalarda, balkim tibbiyot sohasini eng nozik va dunyo hamjamiyati albatta ishtirok etish kerak bo'lgan soha bolalar saratoni bo'yicha tashabbuslarini qo'llab-quvvatlanishi, men o'ylaymanki, O'zbekiston tibbiyotida bolalar onkologiyasida o'zini albatta muhim hissasini qo'shadi. Birlashgan Millatlar Tashkilotidan katta chaqiriq. Bolalar umrining bahorida hayotdan uzilmasin. İlk marta O'zbekiston birinchi xonimi Ziroat Mirziyoyeva tashabbusi bilan onkologiya va boshqa og'ir kasalliklarga chalingan dunyo bolalari taqdiriga bag'ishlangan forum o'tkazildi. Anjuman Nyu-York shahrida assambleya davom etayotgan chog'da BMT binosida bo'lib o'tdi. Forumda Butunjahon Sog'liqni saqlash tashkiloti bosh direktori, ECOSOS prezidenti, Saint Jude shifoxonasi rahbari, dunyoning turli qit'alaridan kelgan birinchi xonimlar, xususan Ozarbayjon birinchi vitse-prezidenti Mehribon Aliyeva, Turkiya prezidentining rafiqasi Emine Erdo'g'an, Angola birinchi xonimi Anadias Lourenço, Vietnam birinchi xonimi Ngo Phuong Li, Gvatemala yetakchisining rafiqasi Lucrecia Penado, Serbiya prezidenti rafiqasi Tamara Vučić, Livan bosh vazir rafiqasi Namat Aung xonimlar,
24 davlatning sog'liqni saqlash vazirlari va dunyoning mashhur shifokorlari ishtirok etgani anjumanning global va dolzarb ahamiyatini ko'rsatadi. Shunday og'ir haqiqat borki, dunyoda har bir daqiqada bitta bolajon og'ir kasallikdan vafot etyapti. O'zbekiston birinchi xonimi Ziroat Mirziyoyeva nutqida millionlab bolalar saratonga chalingani, rivojlangan davlatlarda ularning 80% ni hayotini saqlab qolish mumkinligi, ammo rivojlanayotgan mamlakatlarda bu ko'rsatkich 30% dan oshmasligini eslatib o'tdi. Dunyoda har bir bolada davolanish imkoni bo'lishi uchun kuchlarni birlashtirishga chaqirdi. Shuningdek, O'zbekistonda davlatimiz rahbari tomonidan onkologiya sohasiga, xususan bolalar saratoniga qarshi kurash yo'lida olib borilayotgan ishlar natijasi haqida so'zlab berdi. 2025-2030 yillarga mo'ljallangan bolalar saratoni kasalligiga qarshi kurash bo'yicha milliy strategiya tasdiqlandi. Uning maqsadi bolalar saratoni bo'yicha barvaqt tashxis qo'yishning 65% ga yetkazish, bemorlar hayotini 1 yilga saqlab qolish ko'rsatkichini 34% dan 90% ga ko'tarish, kasal bolalar umrini 5 yilgacha uzaytirish darajasini esa 60% ga yetkazishdir. Shuningdek, bolalarni 100% maxsus ixtisoslashgan tibbiy yordam bilan qamrab olish ko'zda tutilmoqda. Bu ishlar tizimli ravishda olib borilyapti. O'zbekiston prezidenti eski onkogematologiya markaziga borib, vaziyatni o'zi tahlil qilgan. Ko'p o'tmay, bolalar uchun alohida markaz tashkil etilgandi. Markaz qisqa paytda sezilarli natijalarga erishdi. Bemor bolaning 1-yilda yashab qolish ko'rsatkichi 2022-yildagi 37% dan 2025-yilga kelib 44,5% ga yetdi. Ayniqsa gemoblastozga chalingan bemor bolajonlarda bu ko'rsatkich 17% dan 41-43% gacha o'sishi katta qadam bo'ldi. Milliy maqsad esa 2030-yilga qadar 5 yillik ko'rsatkichni 60% ga yetkazish. Bu Toshkentda tashkil etilgan xalqaro akademik hab oldida turgan vazifalardan biri. Zamin fondi ham bu xayrli ishda o'zining Mehrli maktab kabi ijtimoiy loyihalari bilan faollik ko'rsatib kelmoqda. Forumning eng ta'sirli lahzasi Mehrli maktab bitiruvchisi 17 yoshli yurtdoshimiz Samira Idrisovaning chiqishi bo'ldi. Uning hikoyasi yig'ilganlarni larzaga soldi. Samiraga 2,5 yil avval onkologik tashxis qo'yilgan. U shifoxonalarda oylar davomida davolangan. Meni shu qiyin kunlarda odatiy hayotga Zamin fondi tashkil qilgan Mehrli maktab bog'lab turdi, deydi u. Menga o'tkir limfoblast leykemiya tashxisi qo'yilganida hayotim o'zgardi. Kimyoterapiyasi, og'riqlar, soch yo'qotish, ammo men taslim bo'lmadim. Rasm chizdim. O'tgan yili men UNESCOning The Planet of Art tanlovida g'olib bo'ldim. Yana boshqa bolalar ham bor edi, ammo bugun men sizlarning qarshingizda yolg'iz turibman. Ammo mening qalbimda ularning barchasi, orzulari amalga oshmay qolganlar ham, hozir kelajakni orzu qilayotganlar ham yashab turibdi. Men bu yerda shu bolalar uchun turibman. Sizlarga murojaat qilaman. Iltimos, bizga nuqta qo'ymang. Bizga kasalligimiz bilan yolg'iz qolishga yo'l qo'ymang. Tadbirda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bosh direktori Tedros Adhanom Ghebreyesus ham so'zga chiqib, global tashabbus orqali 80 ta mamlakatdan 400 mingdan ortiq bolaga yordam ko'rsatilgani ta'kidladi. Har bir bola rak kasalligiga chalingan bo'lsa ham mamlakati yoki jamiyatidan qat'iy nazar kurashish imkoniyatiga ega bo'lish kerak. Shu bois biz Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining bolalar saratoni bo'yicha global tashabbuslarni yo'lga qo'ydik. Natijalar esa yaxshi. Hozirgacha past va o'rtacha daromadli 80 mamlakatda 400 mingdan ortiq bolalar yordam oldi. Biz ishonch bilan 2030-yilga borib 60% tirik qolish ko'rsatkichiga erishish yo'lida ketyapmiz. O'tgan yili biz bolalar saratoni dori vositalariga kirishni ta'minlash bo'yicha global platformani ham ishga tushirdik. Shunda har bir bola hayotiy muhim dorilarga ega bo'la oladi. Minglab bolalar allaqachon yordam olishmoqda. Bugun men o'zbekistonlik saratonni yenggan 17 yoshli Samira bilan uchrashdim. U ilhom bag'ishlaydi va nima uchun bu ish muhimligini ko'rsatadi. St. Jude klinikasi prezidenti esa yana bir yangi yo'nalish O'roqsimon hujayra anemiyasiga qarshi global tashabbusni e'lon qildi. O'zbekistonning bu yo'nalishda olib borayotgan ishlari ekspertlar tomonidan ijobiy baholandi.
Bolalar saratoni va boshqa og'ir kasalliklar, masalan, o'roqsimon hujayra anemiya bilan kurashishda barcha davlatlarni birlashtirish nihoyatda muhimdir. Bu global harakatning haqiqiy kuchi shundaki, alohida davlatlar kadrlar tayyorlashga, salohiyatni shakllantirishga va oxir-oqibat davolash usullarini rivojlantirish uchun birgalikda ishlashga qat'iy bel bog'lashmoqda. Bugungi forum biz uchun bu mavzuda gapirish va boshqa davlatlarni bolalar saratoni bilan kurashish bo'yicha global tashabbusga qo'shilishga chorlash uchun eng qulay imkoniyatdir. For us as a community to present to the world through the United Nations high-level meeting O'zbekiston Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi doirasida bolalar o'rtasidagi onkologik kasalliklarga qarshi kurashish bo'yicha yuqori darajadagi yig'ilish muhim voqealardan biri bo'ldi. Biz 7 yil avval O'zbekiston bilan hamkorlikda bolalar saratoni bo'yicha global tashabbusni boshlagan edik. O'zbekistondagi bolalar uchun sog'lom kelajak yaratish maqsadida hamkorlik qilish bizga katta mamnuniyat bag'ishlaydi. Endilikda ushbu tadbir global xarakterni davom ettirish imkonini beradi. Forumda O'zbekiston prezidentining rafiqasi Ziroat Mirziyoyeva jahon hamjamiyatini saratonga chalingan bolalarning yashovchanligini yaxshilash borasida chora ko'rishga chaqirdi. Bu tadbirni keng targ'ib qilish kerak deb o'ylayman. O'zbekistonda bolalar onkologiyasiga qarshi kurash bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar jahonga mashhur tibbiyot jurnallaridan biri The Lancet'da e'lon qilinishi ham alohida e'tirofga sazovor jihat. O'zbekiston so'nggi yillarda sezilarli yutuqlarga erishdi. Biz qonunchilikdagi o'zgarishlar, janob prezidentning tashabbuslari, muhim qarorlari bilan tibbiy yordam sohasining yaxshilanishi, ko'rsatilayotgan tibbiy yordam sifatining oshganini kuzatdik. O'zbekiston nafaqat bizning tashkilot, balki global doiradagi sa'y-harakatlarning bir qismi bolalar o'rtasidagi saraton kasalligiga qarshi kurashish bo'yicha global tashabbusda yetakchi davlatlardan biri hisoblanadi. Shuningdek, bolalar saratoni bo'yicha dori vositalariga kirishni ta'minlash uchun yaratilgan global platformaning pilot mamlakatlardan biri sifatida O'zbekistonda bolalar uzluksiz, sifatli va o'z vaqtida dori-darmonlar bilan ta'minlanmoqda. Men O'zbekistonning bu jarayonda qanday tez, keng qamrovli va samarali ravishda olg'a intilayotganini ko'rib, g'oyat faxrlanaman. Umid qilamanki, O'zbekiston bu borada nafaqat Markaziy Osiyoda, balki dunyo miqyosida ham o'rnak bo'la oladi. O'zbekiston 2024-yil aprel oyida bolalar saratoniga qarshi dori vositalariga kirish imkoniyatini ta'minlash bo'yicha global platformaga ilk pilot davlatlardan biri sifatida qo'shildi. Bu tashabbus tufayli bolalar uchun hayotni saqlab qoluvchi yuqori sifatli 40 turdagi dori vositalari bepul taqdim etilmoqda. Bundan tashqari O'zbekiston 2019-yildan beri Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotining bolalar saratoniga qarshi global tashabbus uchun ustuvor davlat hisoblanadi. Amerika Qo'shma Shtatlaridagi St. Jude bolalar tadqiqot shifoxonasi bilan hamkorlik orqali 2030-yilga qadar dunyo bo'yicha bolalarning saratondan omon qolish ko'rsatkichini kamida 60% ga yetkazish, ularning azob-uqubatlarini kamaytirish va hayot sifatini yaxshilash maqsad qilingan. Biz kuchlarni birlashtirib O'zbekistonda barqaror va kuchli tizim qurilayotganidan faxrlanamiz. Ushbu tizim nafaqat bugun, balki kelajakda ham saratonga chalinishi mumkin bo'lgan har bir bolaga xizmat qiladi. Uzbekistan's First Lady Ziroat Mirziyoyeva stressed that more than 2 billion children worldwide are at risk or suffer from non-communicable diseases. O'zbekiston bu borada o'z tajribasi, tashabbuslari bilan xalqaro maydonga chiqqani, dunyo davlatlarini ayni muammoga jiddiy e'tibor qaratib, birgalikda kurashishga chorlagani ham xalqaro ommaviy axborot vositalarida katta rezonansga sabab bo'ldi. Eng avvalo Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti tadbir haqidagi e'lonni o'z sahifasiga joylab, mutaxassislarni muloqotga undadi. Forum Birlashgan Millatlar Tashkilotining rasmiy web sahifasida to'g'ridan-to'g'ri translyatsiya qilindi. Juda ko'plab xorijiy telekanallarda nufuzli anjumanga oid reportajlar efirga uzatildi. В рамках Генеральной Ассамблеи ООН организован форум, посвященный помощи детям с онкологическими заболеваниями. Он проходит под председательством первой леди Республики Узбекистан Ziroat Mirziyoyeva. O'zbekiston Respublikasi va Umumdunyo Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən təşkil olunan tədbirdə tibbiyot yo'nalishidagi eng mashhur ilmiy jurnallardan biri The Lancet ham O'zbekiston tashabbusi bilan o'tkazilgan forumga e'tibor qaratdi. 1823-yilda asos solingan tibbiyot sohasidagi so'nggi yutuqlar, innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar e'lon qilib boriladigan global nashrda tadbir doirasidagi muhokama etilgan masalalar chop etildi. Chop etilgan materiallar, efirga uzatilgan reportajlarning auditoriyasi Janubiy Amerikadan Afrikagacha.
Osiyodan Yevropagacha yetdi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti va O'zbekistonning birinchi xonimi 2030-yilgacha saraton kasalligidan omon qolish ko'rsatkichini 60% ga yetkazishga intilmoqda. Aynan shu sarlavha ostida Euronews nashri maqola chop etdi. Va unda O'zbekiston birinchi xonimi, Zamin fondi vasiylik kengashi raisi Ziroat Mirziyoyevaning ta'sirchan iqtiboslari keltirilgan. Shu bilan birga maqolada yetakchi xalqaro sog'liqni saqlash mutaxassislarining O'zbekiston bolalar salomatligi yo'lidagi global harakatga ulkan hissa qo'shayotgani haqidagi yuqori baholari ham aks ettirilgan. So'nggi yillarda O'zbekistonda bolalarda onkologik kasalliklardan o'lim darajasini kamaytirish bo'yicha keng ko'lamli dasturlar amalga oshirildi. Qo'shimcha resurslar jalb qilindi. Diagnostika va davolashning yangi standartlari joriy etildi. Dori-darmon vositalaridan foydalanish imkoniyati kengaytirildi. So'nggi bir necha yil ichida mutaxassislar yangi yechimlar va viloyatlarda tibbiy yordamni optimallashtirish rejalari tufayli sur'atlarning aniq tezlashuvini kuzatmoqdalar. O'zbekiston mintaqadagi boshqa respublikalar va butun dunyo uchun ajoyib namunadir deb ta'kidlaydi Euronews. Yangiliklar kanali o'z maqolasida yorqin raqamlarni ham keltiradi. Atigi 2 yil ichida bolalarda onkologik kasalliklardan omon qolish ko'rsatkichlari 37% dan 42%gacha, gematologik xavfli o'smalarda esa 17% dan 36.9%gacha oshdi. O'zbekiston bolalar saratoniga qarshi kurashda jahonda yetakchilik qilmoqda deb nomlangan maqola Germaniyaning eng obro'li ommaviy axborot vositalaridan biri Berliner Zeitung nashrida ham chop etildi. Muallif maqolani birinchi xonim Ziroat Mirziyoyeva raisligida BMT Bosh Assambleyasida bolalar saratoni bo'yicha birinchi xalqaro forum bo'lib o'tdi degan so'zlar bilan boshlaydi. Kattagina materialda O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar haqida gapirilib, forumda mamlakatimiz 2025-2030-yillarga mo'ljallangan bolalar saratoniga qarshi kurashish milliy strategiyasini taqdim etganiga urg'u qaratiladi. Nashr anjuman geografiyasidan tortib, unda muhokama qilingan masalalar, taklif etilgan yechimlarni o'z o'quvchilariga yetkazish asnosida Ziroat Mirziyoyevaning butun dunyo bo'ylab bolalar saratonida dramatik tengsizlik kuzatilayotgani ifodalangan nutqiga e'tibor qaratgan. Sitata: Dunyo bo'ylab 2 milliarddan ortiq bola yuqumli bo'lmagan kasalliklarga chalingan. Millionlab odamlar saraton kasalligiga qarshi kurashmoqda. Boy mamlakatlarda kasallikka chalingan bolalarning 80% dan ortig'i omon qolsa, rivojlanayotgan mamlakatlarda omon qolish darajasi ko'pincha 30% dan past bo'ladi. Bu bo'shliqqa yo'l qo'yib bo'lmaydi. Biz fojianing oldini olish uchun harakat qilishimiz kerak. Saytlardagi maqolalarda O'zbekiston tajribasi haqida so'z borar ekan, mamlakatda bolalar saratoni bo'yicha global tashabbusi, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti va Sankt-Jud shifoxonasi hamkorligida bepul va uzluksiz dori vositalari platformasi yo'lga qo'yilgani, prezident farmoni bilan bolalar saratoniga qarshi milliy strategiya qabul qilingani alohida tilga olingan. Toshkentdagi xalqaro akademik markaz kadrlar tayyorlash va innovatsiyalarni rivojlantirishda muhim rol o'ynamoqda deyiladi hamkasblarimiz maqolasida. Bunday misollar juda ko'p. Davlatimiz rahbari BMTning yuksak minbarida gender siyosatiga ham alohida e'tibor qaratdi. Ya'ni xotin-qizlarning ijtimoiy siyosiy hayot va tadbirkorlikdagi rolini oshirish, Osiyo xotin-qizlar forumini doimiy platformaga aylantirish tashabbusini ilgari surdi. Bu bejiz emas. Yana bir muhim yo'nalish gender siyosati. Mamlakatimizning ijtimoiy siyosiy hayoti va tadbirkorlik sohasida xotin-qizlarning rolini bundan buyon ham mustahkamlashni maqsad qilganmiz. Keng mintaqamiz miqyosida esa Osiyo xotin-qizlar forumini doimiy platformaga aylantirib, muntazam o'tkazib borish tarafdorimiz. Jamiyat rivojida, islohotlar jarayonida xotin-qizlar faol qatlam sifatida o'z imkoniyatlarini faol namoyon etib kelyapti. 2030-yilga qadar mamlakatimizda gender tenglikka erishish strategiyasi qabul qilingani bu yo'lda O'zbekiston sobit qadam ekanligini yana bir karra isbotlamoqda.
Biri biznesmen, ikkinchisi siyosatchi, boshqasi diplomat sifatida o'z salohiyatini namoyon etayotgan xotin-qizlar kam emas xalqimiz orasida. Tahlilchilar fikricha, mazkur tashabbus O'zbekistonning gender siyosatidagi qat'iy irodasining ko'rsatkichi bo'lib, mamlakatning insoniy qadriyatlarga asoslangan inson qadri uchun konsepsiyasini xalqaro miqyosda yanada mustahkamlashda muhim bosqich hisoblanadi. Bir so'z bilan aytganda, davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilgan tashabbus va takliflarning barchasi bir maqsadga qaratilgan. U ham bo'lsa, BMTning barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishga sodiqlik va sobit qadamlik. Bu maqsadda ochiq va pragmatik siyosat izchil davom ettiriladi. 2030-yilga borib daromadi o'rtadan yuqori davlatlar qatoriga qo'shilish. Bu 38 million aholiga ega salohiyati tobora yuksalib borayotgan yangi O'zbekiston uchun muqarrar uddalanadigan marra. Davlatimiz rahbarining BMT minbaridan so'zlagan nutqi haqiqatan ham keng qamrovli. Har satri ortida katta ma'no, maqsad mujassam bo'lgan dasturiy hujjatdir. Yangi O'zbekiston yo'li dunyo e'tirof etgan haqiqat deb nomlangan turkum filmimizning ikkinchi qismida nutqning ayrim jihatlariga to'xtaldik xolos. Nutqda Markaziy Osiyo, global va mintaqaviy xavfsizlik va barqaror rivojlanish, global transport tizimi, iqlim o'zgarishi, sun'iy intellekt, yoshlar, islom ma'rifati kabi butun insoniyat taqdiriga daxldor masalalar ham bayon qilindiki, bular navbatdagi filmlarning mavzusidir.